Bu darslikda mana bunaqa transition tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Videoni boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bilasizlar, bu biz uchun juda ham muhim. YouTube algoritmi mana shunga moslangan. Qancha ko'p like bosilsa, qancha ko'p uzoq yozilsa, obuna bo'linsa, shuncha ko'p odamlarga ko'rsatadi va bizlarni rekomendatsiyaga chiqarib beradi. Bu biz uchun juda ham muhim do'stlar. Obunachilarimiz uchun esa bepul kontent va bilimlarni ulashib boraveramiz do'stlar. Boshladik unda. Sekvensiya ochib olamiz va sekvensiyamiz bor. Ikkita klip bor. Bu klipni birinchisini tushirib oldik va ikkinchisini ham pastga tushirib olamiz. Mana ikkalasini ketma-ket mana bu yoqqa qo'ydik va endi qaranglar do'stlar. Mana bu yoqda bizga hozir mute holatga o'tkazib qo'ydim. Bu kerak emas bizga, chunki mana bu ovozni eshitishimiz shart emas. Biz hozir transition qilishimiz kerak, o'shaning uchun shart emas. Va mana bu yoqqa kelib oldik. Va ozgina bu yoqqa surdim. Endi qaranglar. O'zimizga kerakli holatda mana bunday color mana bu yoqdan kelamizda o'zimiz kerakli holatda color metni tanlaymiz va o'lcham mana shu holatda turishi kerak. Va buni oppoq holatga o'tkazib olamiz. Color met tanlandi, juda ham zo'r. Endi qaranglar, tak 5 mana shu 2 sekund. O'zi mana oxiriga qo'yishimiz kerak. Bo'ladi. Aynan mana shu joyini mana shu oralikda biz transition hosil qilamiz. Ya'ni bir kadrdan ikkinchi kadrga chiroyli o'tib ketsin. Mana shu narsani hosil qilamiz. Bo'ldi, buni tayyorlab oldik. Endi mana bu yoqdan shape tanlaymiz. Va bu shape'ni ham mana bu yoqqa chizib olamiz. Zo'r, chizib oldik. Endi qaranglar. Bu shape'imizni aynan mana shu color metni ustiga to'g'rilab bir xil qilib qo'yamiz. Qo'ydik. Juda ham yaxshi. Endi buni rangini va o'lchamini o'zgartiramiz, ya'ni animatsiya qilamiz. Bu yoqdan shape'ga o'tib olamiz. Mana effect control bo'limi, bilasizlar, buni aytganman, window bo'limidan effect control bo'limiga kirib, buni hosil qilib olsanglar bo'ladi, agar sizlarda bo'lmasa. Bo'ldi, endi mana bu colorni biz qora qilamiz. Qop-qora rang kerak bizga. Endi position transformga o'tib, mana bu scale. Position emas, scale ni biz 0 qilamiz boshida. Keyin buni oxirrog'iga, mana bu joyga kelamiz, masalan, shu yerga kelib, buni 100 dan kattaroq, ya'ni ekran to'liq egallasin. Mana shuni holatga keltirib olamiz. Juda ham zo'r do'stlar. Endi ikkalasini shunday birlashtiramizda, buni shunchaki nest qilib qo'yamiz. Bo'ldi, mana tayyor. Deyarli tugatdik. Endi aynan mana shu joydan birinchi kadrni kesib tashlaymiz, ikkinchi kadrga ulanib ketishi uchun. Kesdik va effect control bo'limiga o'tib, biz nima qilamiz? Track met k. Aynan mana shu narsani mana bu nest tagidagi klipga tushirib olamiz. Adashib ketmanglar, nest o'ziga emas, nestdagi klipga tushirib olamiz. Va mana bu yoqdan effect control bo'limidan track met chiqadi. Nand o'rniga video 3 tanlaymiz. Agar video 4 tanlaydigan bo'lsa, hech narsa o'zgarish yo'q. Ko'ryapsizlar, video 3 tanlaymiz. Nima uchun endi video 3 aynan? Chunki mana bu yoqda mana bu video 2 da turibdi, mana. Ikkinchi track, ya'ni ikkinchi yo'lda turibdi. Mana bu esa 3-yo'l. Aynan 3-yo'lda turgan nestga biz bog'lab oldik hozir. Aynan mana shu footajimizda, mana bu klipimizda aynan mana bunga bog'lab oldik hozir. O'shaning uchun video 3 ga joyladik. Va endi qaranglar. Qarasanglar, bu yoqda hech narsa ko'rinmaydi, bilinmaydi, to'g'rimi? Endi buni do'stlar nima qilamiz? Aynan mana buni ustiga bosib tanlaymiz. Buni loma met qilamiz. Loma met qiladigan bo'lsanglar, endi avtomatik o'zimizga kerakli animatsiya, ya'ni transition hosil bo'ldi do'stlar. Hozir sizlarga tushuntirganim uchun 5 minut, 6 minut vaqt ketyapti, lekin bu narsani tez-tez qilmoqchi bo'lsanglar 30 sekund yetadi. Programmani oson o'rganmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Uzoqlarda o'zingizlarning fikringizni yozsanglar, shunga qarab biz kontentlar, videolar, foydali ma'lumotlar chiqarib boramiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.